12 qism. Pəştaqı tamcılığan qızıl qan tez sürətli Xiaolunun qeşiği tarıdı. Onun qanğı buyalğan inçiki qollары Xiaolunğa uzatılğan bulub, qarmaqqa tayaq yeb işib ketken eğizidən qan tamçılığan halda bir nərsi deməkçi boğandak eğizini midiriltib atadı. Xiaolun yerdə olduruqlu qaldı, toxtamay keyniga chekindi. Bu vaqtda o nərsi Xiaolin dəvatqandaq qılatdı. Xiaolun, to'g'ri, u narsa haqiqatan shundoq degan edi. Yaqin kelma, yaqin kelma, yaqin kelma. Xiaolin. Birinchi qavatga kelgan u narsa qo'lini Xiaolunning putiga takkuzdi. Yo'q, yaqin kelma. Xiaolin. O narsa yerda o'milab, o'tinish nazarida Xiaolunga qarab o'tdi. Men seni tunimayman. Men seni tunimayman. Xiaolun o narsaning qo'lini to'xtamay tepdi. Men seni faqatla tunimayman. Men seni tunimayman. Bu paytda o narsaning qonga to'lgan yuzi o'zgarib ketdi. Shundoq o'tinish bechorlikdan yig'iga o'zgardi. Umidsizlanishga, azobga o'zgardi. Keynidan o'chmanlik, g'azabga o'zgardi. Bu paytda Xiaolun o narsaning ovozini angladi. Buning bilan bir vaqtda o'zining qachamaydigan taqdirini his qilgan edi. Shungang Zobo Shungang qo'lidagi buvoqni egiz ko'tarib yerga tashladi. Allaqachon o'lib bo'lgan Xiaolun Kanamining qeshidagi yerdan gum qilgan ovoz anglanib, u buvoq birini o'lgandan keyin natchini dumlab yerda bir qator qon izi qoldirgan edi. Shungang uni tashlab etgandan keyin ikki qo'lidagi qonni kas tarafiga aytib etib, kaynidan o'rilib ishik tarafga mangdi. Aslida o'ziga vafosizlik qilgan Kur'onni kechiramagan Shungang, Kur'onning so'ygunining ayolini o'ldirib, uning qo'rsqidagi balini yerib olgandan keyin ochiqi ozroq yenib qolgan edi. U g'azabda oshxonaning qishidan o'tdi. Endi navbat o'zining uyidagi Xiaolun muallimga kelgan edi. Dal mush vaqtda u dumbisidan kelgan bir og'riqni his qildi. Voy jana! U og'riqdan varqiradi. Bu vaqtda bir ushluq pichoq uning qo'rsqidan teshib chiqib, uning ko'ngliga qip-qizil qonga bo'yalgan edi. U darhol keyniga o'rilib qaradi. Uning oldida butun badani qonga bo'yalgan ayoli Kur'on turadi. Kur'on, sen nemishqa bu yerda bo'lasan? U dumbisi tarafni tutdi. U yerda Xiaolun Kanamining badaniga sanjilgan qing'roq o'zining badaniga cho'nqur sanjilgandek qiladi. Qonning etilib chiqishi bilan Shungangning butun badanida mag'dur qanmay tizilinib yerda yetib qoldi. Nemishqa? Sen nemishqa bu yerda bo'lasan? Nemishqa? Qon to'xtamay eqib, oxirida u gap qilolmay ko'z oldi qorong'ulashishga boshladi. Uning oldida bo'lsa, ayoli Kur'on so'z kulib turgan bo'lib, keynidan Zobo Shungang butunlay ingini yo'qotdi. Atsi Xiaolun Shunsukening sababsiz ishga kelmaganligidan gumonlangan bir maktabdagi o'qituvchi Xiaolunning turadigan o'ldiroq rayoniga berib, 205 ga kirib boqmoqchi bo'ldi. Ammo Xiaolunning uyining ishki ching quluplangan edi. Bu xizmatdoshi qo'ng'iroqni necha qatim bosgan bo'lsa-mu, ammo hech kim javob qaytarmadi. Uning ko'nglida bir xil shumliq paydo bo'ldi va darhol o'ldiroq rayonining boshqaruvchisini tepib, ortiq ochqushda ishikni ochmoqchi bo'ldi. Ammo ishik ichidan bexatarlik qulubida taqalgan edi. Bundaq ahvolda uy ichida odam bor deganlik bo'lib, ammo mayli uyning sirtidan qandoqli chaqirsin, ichidan hech qanday inkos kelmagan bo'lib, yana kelib turib uy ichidan qansiq puroq chiqib turadi. Shunga Xiaolunning xizmatdoshi va o'ldiroq rayonining boshqaruvchisi amalsiz soqchiga ma'lum qildi. Yetib kelgan soqchilar bexatarlik qulupini buzib ochgandan keyin
uyga kirib, ko'z oldidagi manzaralarni ko'rib dong etib qoldi. Uy ichida bir ayolning qo'rsqi yerilgan holda yotgan bo'lib, yana bir erning dumbisiga qing'roq sanchilgan. Yana bir buvoq bo'lsa yerga tashlangan edi. Bu ayol dal Shaolinning ayoli Kanami bo'lib, naq maydonni tekshirgan saqchilar qing'roqda u ayolning qo'rsqidagi balani yerib og'ini, u dumbisiga pichoq tiqilgan er shu deb dastlabki qiyosini qildi. Ammo bu erni kim o'ldirgan? Saqchilar bilmagan edi. Barliq derazalarning hammasi ichidan taqalgan. Eshikmo ichidan taqilib qolmay, texi bexatarlik qulubida taqalgan. Demak, hozir bu uydan birasining chiqib ketishi mumkin emas edi. Naq maydondagi ahvoldan qaraganda, u erni o'ldirgan odamga nisbatan hech qanday isbot yo'q bo'lib, ular dastlabida Shaolin Kanamini erning kaynidan pichoq tiqqan deb qiyos qilgan bo'lsa-mu, ammo bu amaliyotga uyg'un emas. Yana kelib, erning dumbisidagi o pichoq ustidagi barmoq izi Shaolin Kanamining emas edi. Oxiri erning salohiyati tekshirib chiqildi. Bu erning ismi Zobo Shungang bo'lib, bu yil 34 yosh. Bir qistirma rasm sizg'uchi. Shaolin turadigan o'ldiroq rayondan 15 minutgacha keladigan yerda turadi. Shunga saqchilar Zoboning uyiga tekshirgili bordi. Kaynidan u uyda o'lib qolgan boshlang'ich maktab o'qituvchisi Shaolin Shunsukaning jasadi bayqaldi. Kaynidan ikkinchi qavat to'rus ustidagi Zobo Shungangning ayoli Kuranning jasadini bayqagan edi. Zobo Kuranning o'lish sababi ko'p qon chiqib shukob qilishi bo'lib, uning badanda necha 10 yerda pichoq izi va necha 10 yerda urilgan iz bor edi. Yana uning so'l puti va o'ng qo'li sungan bo'lib, qotillik qilingan birinchi naq maydon qon izi hamma yerga taralgan ikkinchi qavatga yotoq uy edi. Biroq Shaolin Shunsukaning o'lim sababi aniq emas bo'lib, uning badanida uning o'limiga sabab bo'ladigan hech qanday bayqash topilmagan edi. Boshqa javobi yo'q ishdan yana bir kichik bolaning ishi bor edi. Zobo Shungang bilan ayoli Kuranning 6 yoshlik Zobo Shunshung degan o'g'li bor bo'lib, aslida Shaolin Shunsukaning sinfidagi o'quvchi edi. Ammo u bola tuyuqsiz yo'qolib ketgan bo'lib, saqchilar hamma uyni, hatto onasining jasadi qo'yilgan to'rusini tafsiliy tekshiribmi, u bolani topolmagan edi. Zoboning uyining ikkinchi qavat kichik bolaning uyidagi tam ishkovining usti tarafdagi barliq eg'izlar plastrda mahkam chaplaytilgan bo'lib, barmoq izidan qaraganda plastr chaplagan odam Zobo Shungang. Ham buningdan uning ustiga birsini qamab qo'yish uchun qilganligini faraz qilg'ili bo'ladi. Biroq tam ishkovi ichida hech qanday odam yo'q bo'lib, to'rustimi Kuranning jasadidan boshqa odam yo'q edi. Kaynidan saqchilar texmi bir qadam ichkirilab tekshirdi. Buning bilan sirlar yeshilmay, aksicha texmi cho'nqirilishib ketgan edi. Bo'libmi, ular Zobo Shungangning dumbisiga tiqilgan pichoq ustidagi barmoq izini tekshirib, ular texmi tengirqab qolgan edi. Bu zodi nemish? Odamning faqatlik kallasi yetmaydi-ku. Tekshirishga qatnashgan saqchilarning hammasi shunday deydi. Zobo Shungangning dumbisidagi o pichoqdagi barmoq izi allaqachon o'zining uyining to'risida o'lib qolib bo'lgan Zobo Kuranning edi. Qarang, rostulabek arzon ekan. Mashina bektiga yaqin. Shundoq kangri, bahosi ham arzon. Haqiqatan sotib olishga arziydi. Doyongshing bilan Ximei mushtumida qaytadan sirlangan tamni chekdi. Shundoq-ku, biroq bahosi bekla arzon bo'lib ketdimi qandaq? Ximeining qishida atrofga qarayotgan Doyongshingmo sal hayronlik ichida edi. Bu vaqtda uy-mulk vositachisi qizchaq kulib dedi. Shundoq, biroq chunki bu uy sal burunqi uy emasmi? Bu haqiqatan bir koni uy bo'lib, xeyli uzun yillar burunli selingan edi. Uy ichi garchi qaytadan sirinib materiallar almashtirilgan bo'lsa-mu, ammo sirtidagi sirlar yanili ko'nirab ketgan. Suv chiqarish turbasi yanto bo'lib qolgan. Sirtqi tamning bir parchasi kam edi. Ammo shundaq bo'lsa-mu, bu yerning buncha kengligi, o'rnining afzalligiga qaraganda hech kim bu yerning buncha arzon ekanligiga ishonmaydi. Qadimiy turalg'i bo'lsa-mu, bahosi bekla arzon bo'lib ketdimi qandaq? Nemishqa bundaq arzon bo'ldi? Ajabo bu yerda bir odam o'ltirish ishi yuz berganmi? Qandaqmi mumkin bo'lsin?
Bu uy degan bir bahası muvofiq, o'rnim yaxshi uy. Bu uy qandaqmi undaq ish yuz bergan bo'lsin? Undaqda nima ish shuncha arzon? Sada nimishqi bundaq kina? Bu vositachi qiz beshini yantoq qilib, beshi qatqan holatda turdi. Uning ko'zlarida bir xil g'alaytilik paqirab turgan bo'lib, u bu uyda orqa-orqadan yuz bergan g'alayti ishlarni azaldan aytib boqmagan edi. Sirtda bahor shamoli chiqayotgan. Biroq bu uzun vaqt odam turib boqmagan uy ichi yanada qishdek intayin sovuq edi. Bu uchaylan birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqib, uyni ko'rmoqchi bo'ldi. Peshtoq shiqqishidila bo'g'achqa, shunga bu yerdilla ikkinchi qavatning derazasini ko'rgili bo'ladi. Uchaylan peshtoqdan chiqayotgan vaqtda deraza qishida bir ayolning simosi paydo bo'ldi. U bir oq kiyimlik, uzun qora soch quyib olgan ayol bo'lib, ammo hech kim bu ayolning mavjudligiga diqqat qilmagan edi.